himoyadagi eng dahshatli juftlik. Bu juftlik esingizda aziz do'stlar. Buni esdan chiqarib bo'ladimi? Pepe va Rams juftligi. Voy oy oy. Eng agressiv himoyachilar hisoblanadi. Raqib hujumchilarni o'tkazmasa bo'ldi bular. O'ziga biron narsa qilsa ham bularga qiziq. Ajoyib juftlik. Bu juftlik sog'inganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar, aziz do'stlar. Oy oy oy.